ukalar, ukalar. Mana bugun loyni nihoyat bosib bo'lishdi. 8 metr 30 santimetrlik firma to'qiganmiz, ikkinchi etaj. Firmalarning orasi 1.10 santimetrdan, liniyalarning orasi 60 santimetrdan. Mana bir skatlik tom, ikkinchi etaj. Uyda ichida hech qanaqa ustun yo'q. Uyda ichini oralig'i 6 metr 60 santimetr. Bez ustun mana ko'tarib turibdi. Loy bosilgan holati. Biz tunakasini boshladik yopishdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Polniy loy bosildi. Bez ustun 6 metr 60 santimetr ichi, tepasi 8 metr 30 santimetr shapkalar hisobiga. Biz tunaka yopishni boshladik. Ikkinchi etaj Samarqand, 30-oktyabr. Haftaning dushanba kuni. Zakazlar bo'lsa, telefon qilinadi. Bez посредний ustalaridan akalar. O'zbekiston bo'ylab yo'lga qo'yilgan bu xizmat. Narxlar kelishilgan holatda. Albatta bez посредний arzon bo'ladi. Telefon qilishingiz mumkin bemalol. Nomerda pastda qoldiraman. Telefon qilinadi bemalol. metr metr bez ustun qo'yish xizmati mavjud.